Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan men Jasurbek. Biz ketdik. Yutsam obuna, yutsam like. Ketdi. Juda katta urushlar bo'lyapti bu yerda. Azizlar, obunachilarim, 7 obunachi uchun video olyapman. Sizning ham bitta obuna va like'ingiz kanalimiz rivoji uchun juda katta foyda. Obunachilar, shorts videolarim juda ko'p, anaqangi nima desam bo'ladi, juda ko'p prosmotrlarga yetib turib, bu videoim ham shuncha bo'ladi deb o'ylayman. 1,5K, 1K bo'lib ketdi videolarim. Sizlar uchun mana Prime 8 akalarni qo'llab yuribmiz. O'yjalab. Voy, tuz qo'yma. Voy. Keldi anaqa shay bratlar. Bilishmaydiki bu devor orasidan o'tishini. Ye. Prime 8 akalar davri keldi. Uzr, videoda sizlarda nima desam bo'ladi, nicklayni ko'rsatib haqorat qilib qo'ygan bo'lsam, akalar, birinchi uzr so'rayman. Shaq diye qochib. Ma suga, ma. Qoch. Чёткий братанчик. Bot bo'lsam, botga o'xshab o'ynagan bo'lsam, uzr so'rab qolaman. Mendan yaxshi o'ynasalaring, qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Bolalar, qizlar, obunachilar. Obunachilar, hatya shu videoni orqasidan 5 ta obunachi yig'aylik. Hatya. Yangi kelgan Winchester orujasi kimlarga yoqdi? Misol uchun menga yoqmadi. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan men Jasurbek Free Fire.